Ko'rib turganingiz Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining haftalik dayjest loyihasi. Men Ikromxo'ja Sadillayev va hamkasbim Amina Ismoilova sizlarga universitetimizda sodir bo'lgan eng so'nggi yangiliklar haqida xabar beramiz. Joriy yilning 2-5 dekabr sanalarida Xitoy Xalq Respublikasining Lanzhou universitetida xalqaro konferensiya tashkil qilindi. Mazkur nufuzli konferensiyada oliygohimiz vakillari ham ishtirok etib, zamonaviy oliy ta'lim boshqaruvi, innovatsion universitet modeli, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda o'z ma'ruzalari bilan chiqish qildilar. Joriy yilning 28-noyabr kuni oliygohimiz rektori Rixsieva Gulchehra Shavkatovna boshchiligida ustoz va talabalar Indoneziya Respublikasining elchisi Siti Ruhani xonim taklifiga binoan Wonderful Indonesia Festival 2025 deb nomlangan festivalda ishtirok etdilar. 2025-yil 3-dekabr kuni oliygohimizda Yaponiyaning Ajibiz va Aokaway kompaniyalari vakillari bilan onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvning maqsadi universitet va yapon kompaniyalari o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish, shuningdek istiqbolli kadrlarga Yaponiyaning ilg'or kompaniyalarida ish haqqi asosida malaka oshirish va mehnat faoliyatini olib borish muhokama qilindi. 2025-yil 3-4 dekabr sanalarida Lanzhou universiteti rahbariyati tomonidan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti delegatsiyasi uchun qator tanishtiruv sessiyalari tashkil qilindi. Uchrashuv davomida raqamli boshqaruv va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash masalalariga e'tibor qaratildi. Joriy yilning 29-noyabr kuni universitet kengashining 4-son yig'ilishi bo'lib o'tdi. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat qarorlari, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, hay'at qarorlari va buyruqlari ijrosi kabi masalalar ko'rib chiqildi. Dasturimizda xabar bermoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.